Bugun buvijonim bilan birga globus gullarni ekishni o'rganamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, siz ham o'rganib oling. Birinchi marta bunaqa gulni Sirdaryoga ketish yo'lida ko'rgandim. Taqdirni qarang. Bugundan boshlab bu gul buvijonim uylarida ham bor. Eng birinchi ishni gul ekish uchun qo'qon shamolida to'zigan barglarni tozalashdan boshladik. Bu orada buvijonim menga qanaqa qilib ekishni yaxshilab ko'rsatib berdi. Umrimda gul ekmaganim uchun bu jarayon menga juda qiziq tuyuldi. Vau, bu gulni chiroyliligini aytmaysizmi? Qip-qizil. O'zi ham hovlingizga rosa yarashib turar ekan. Butun bolaligim shu hovlida o'tgan. Juda ham fayzli hovlida. Tfu-tfu, ko'z tegmasin. Shu tarzda buvijonim bilan gul ekishni davom ettirdik. Bay yarashganlichi buni. Xullas kalom, bu gullar fayzli hovlingizga yanada fayz qo'shib, gullab, yashnab, go'zallashib turar ekan. Bu orada men ham bir karomatimni ko'rsataydi. Buvijonimdan o'rgangan taktikam bilan ishni boshlab oldim. Feruz opam suv quyapti deb gullar ham xursand. To'g'risini aytsam, umrimda birinchi marta ketmon ushladim. Shunga qaramasdan buvijonim yerga o'zlari ishlov berdilar. Men bo'lsa faqat videoga tushib oldim. Shu tariqa buvijonim bilan qizg'in suhbat qurib, shu tarzda bu go'zalliklarni ekib oldik. Vala, gullar ham tayyor. Hamma gullar ekilgandan keyin videoga olish xayolimdan ko'tarilibdi. Bu guldan siz ham eksangiz, hovlingizni ko'rki bo'lishi aniq. Biz esa buvijonim bilan birga kechagi shamolda to'zigan hovlini tozalashib boshladik. Bu orada qishloqda rostdan ham mehr-oqibat kuchli bo'lishiga guvoh bo'ldim. Assalomu alaykum. Shamollab bilan o'tiribsizmi? Hattoki hovlidan turib bir-birlaridan har doim xabar olishadi. Videoga like bosib, menga obuna bo'ling. Bundan qiziqlari hali oldinda.